Xotin nima bo'ldi? Xotin. Doktor qay xotinimga nima qildi? Xotiningiz mehr tanqisligi sindromiga uchragan. Uni davosi bormi? Bor, конечно. Xotiningizga vaqti bilan shirin so'z gapirib, erkalab tursangiz, sekin-sekin o'ziga keladi. Mehribonim, hayotim mazmuni. Bolalarimning onasi meni tashlab ketma. O'zimni bir umrlik sun'iy yo'ldoshim. Aka, erkalashda ham chay o'rayapsiz lekin. Ana, ish berdi. Ana, ish berdi. Nima qilamiz? Endi aka, tillafamin degan doridan foydalanamiz, bittada oyoqqa turg'izadi. Ovozini eshit, ovozini. Ana, o'zi keldi. O doktor bu tillapominni ham yordam bermadi-ku. Unday bo'lsa, ayollarga energiya beradigan dollar terapiya osmasini ulaymiz. O nima balo edi bu? Oradan yangi tug'ilganday bilim-ku. Rahmat doktor qay, bittada xotinimni neobычно o'smangiz bilan oyoqqa turg'izdingiz-a? Bunaqa o'sma nafaqat sizni xotiningizni, O'zbekistondagi barcha ayollarni bittada oyoqqa turg'izib yuboradi. Menga qarang. Bu o'smadan xotiningizga bir oyda bir marta bo'lsa ham berib turing, haymi? Necha yuz gramm? Oylikka sharoitga qarab.